videoni bo'lsa mana shunaqa tirraq ustalarga jo'natib qo'yinglar. Ukam baxki, mana buni qarang. Bu birinchi joyini o'zi. Agar bron qilinishi agar mashinaga bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra oldiga polni stresh tortib olib yurgan yaxshiroq. Bugungi videomizni broni plyonka qiladigan akalar uchun, hammasi emas, ayrimlar uchun gap egasini topib oladi. Bo'lmasa Temir endi o'zing gapir. Nega endi men gapiraman? Abi, O'zing aytding-ku gapiraman deb. O'zing qoyil qilaman dedingmi? Bo'yningga olganingdan gapirdi. bo'pti. Bugun seriyamizga BYD Leopard 3 avtomobilini olib kelishgan. Uning muammosi nimada? Mana bu Krilodagi o'zining kamerasi bor. Birinchi akalarimiz baraka topsin, bron qildirgan olib borgan ekanlar. Krilolarni ham plasmassasini yechaman deb, yo shogirdga yechganmi, yo o'zligi xatoga yo'l qo'ygan, kameralar simlarini yulib olishdi. Harakat topinglar. Bo'pti. Hozir endilikda buni biz to'g'rilab joy-joyiga qo'yib beramiz, yana stekerlik qilib. Bu bo'lsa akamizga $200 ga aylanyapti. Eng qizig'i bron qilingani ko'p bo'lgani yo'q. Dib yetib ketuvdilar. Hozir buni bittadan tekshirib chiqsa, bronni chotki qilganmikan-siz, mana bu yerda bakkirishga qolib ketib qolgan. Orqa tomoniga o'tadigan bo'lsa, orqa tomonni yechib turib polni qilish kerak bo'lgan joyda mana shundoq bron qilishganda, bu yog'i kerak emas deb o'ylashganmi, bu yog'ini tashlab ketishgan. Eng qizig'i old tomoniga o'tsanglar ko'rasizlar. Old tomoniga kelsanglar, qilingan bronni qirralari hammasi ko'tarilyapti. Bu yana 3-4 ta karchirdan keyin polni ishilinadi. Va mana oldiga kelsanglar, oldilari polni ishiyapti hammasi uje. Birinchi akalar, tekinga qilmayapsizlar, pulga qilyapsizlar-yu, bolalarga beryapsizlarmi, yo o'zingizlar qilasizlar, polni nazorat qilib qilinglar. Mana buni ko'ryapsizlar. Akamiz menimcha kichkina pul bermaganlar. Yaxshigina pul to'laganlar buni polni bron uchun. Mashina olmayman, o'ling. Xudo xolisa, Leopardimizning ishini tugatdi. Ko'rishinglar mumkin. Kiyog'iga xuddi zavodga o'xshab stekerlarni qo'yib, hammasini stekerlik qilib berdi. Yana keyin safar o'sha akalarga boradigan bo'lsalar, stekerlarni uzib berish uchun qilib qo'ydi. Hazil bilan usta akalar qilayotgan videoim sizlarga tegayotgan bo'lsa, men bor uzr. Lekin mana shu borayotgan mashinalar hozirgi kunda arzonchi mashinalar oldingizga bormayapti. Ishini qilsanglar, sifatli qilib qo'yinglar. Shunga yarasha pul to'layapti-ku, mana bunaqa yarimchalab bo'yotmasin. Mana bunaqa bolalarga eshittirayotganinglarda juda ehtiyot bo'linglar. Sizlardan keyin yana klient pulga tushib yurmasin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Bu videoni bo'lsa, mana shunaqa tirraq ustalarga jo'natib qo'yinglar. Og'ayni men senga aytdim, qoyil qilaman deb nima deyapsan meni? Hammasi yaxshi bo'ldi, bitta omin qilsak bo'lardi-da. Uyingga borib qilasan.